O'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Lifan KP200 L210B Irakez modeli bo'ladi. Lifanni O'zbekiston bozorida Lifan qilishiga asosiy sababchilardan bittasi hisoblanadi. Bu texnikamiz oldin birinchi kirib kelganlik 2013-yilda 150 kublik bo'lgan. 2019 dan boshlab mana 200 kublikka o'tildi va hozirgi paytda bizda ham 200 kublik hisoblanadi. Bitta silindr 200 kub, водяное охлаждение, radiatorli 13 litrli yoqilg'i bakini hajmi 100 km masofaga 3 litr yoqilg'i sarflaydi. Oldingilarga e'tibor beramiz. Teleskopik yuklar bo'ladi. Gidravlika tormoz ikkita porshili, balon razmeri to'g'rilgan ham bo'lsa 90 17. Mana radiatori, silindri bitta. Keyin bunda katalizator bo'lmaydi. Primoy, ovozi primatokdan qorishmaydi. Basi bilan ishlaydi. Juda ham приятный ovozi. Orqasiga to'xtaladigan bo'lsam, ikkita porshili supurg bilan, yo'q, bitta porshili supurg bilan jihozlanyapti. Diskoviy tormoz, balon razmeri to'xtaladigan bo'lsam 120 ga 80 17. Orqasida ham amortizatorga e'tibor bersangiz, mono amortizator hisoblanadi. Yumshoq texnika. Elektronikasi ham qulay. O'rtada mana sredniy noshkalari bor. Bunga podkat kerak emas. Sebzashita ko'rib turganinglardek, o'zini ham noshkasi ham bor. MBF 2-seriyali dvigatel bilan jihozlanyapti. Balanser vali bor. Balanser val bu vibratsiya bermaydi. Tushunsiz qilmaysizlar bunaqa narsani. Xo'p, mana tablolarga e'tibor beramiz. Taxometr ham klassik stilda va elektronniy tablo. Skorost perdachalarni ko'rsatadi. 6 ta stupenkali skorost perdachamiz bor. Soat, kilometr, trip hamma narsasi bor. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsa, mana gidravlika tormoz jitkisda, avarinkalari ham bor. Bu yoqda mana elektrostarter, kickstarter bo'lmaydi bunda. Faralarning yoqilishi, starter, USB port bilan jihozlanyapti. Avarinka, nima, margalka. Bu yoqda mana knopkalari, дальний ближний, поворотник va signal. Oldida ham chiroyli gidravlika bor. Faralarga e'tibor beramiz. Mana galagen farada. Bunga moshinadan tushadi. H6 li faralar, lampochkalarni qo'ysanglar, yana yorug' bo'ladi. Takomlar o'zgacha mana LED turibdi. Diodlar kichkina. Xullas, juda ham shahar uchun optimal yechim. Maza qilib haydaysizlar. Olganingizdan keyin ham narx-navosi to'xtaladigan bo'lsa, o'sha Ekomoto saytiga o'tib ko'rishingiz mumkin. Texnik ma'lumotlar bilan yana qo'shimchasiga tanishsangiz ham bo'ladi. Hamma ma'lumotlar bor. Xudo xolasa mana Lifan KP200 Irakez modeli. Zo'r apparat. Shahar ichida optimal yechim, yengil, manyovrni maza qilib haydaysanglar bo'ladi. Xullas, mana salonimizda texnikada qalaygina, xudo xolasa har kuni birma-bir sizlarga tanishtirib o'taman bu yog'iga. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.